Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan koreys tilidagi navbatdagi darsimiz, ya'ni vaqt bilan bog'liq bo'lgan grammatik qo'shimchalarni ko'rib chiqar ekanmiz. Xo'p, birinchi grammatikamiz bizda koreys tilida juda ham ko'p ishlatiladigan va tarjimasi bizda oldin yoki bo'lmasa dan oldin degan tarjimalarda olib keladigan qo'shimchani ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu otlarga qo'shiladigani jone deb aytiladi, fe'llarga qo'shiladigani gi jone deb turib ifoda qilar ekanmiz. Xo'p, bunda ham oddiy ot bo'lsa otning o'zagiga, fe'l bo'lsa fe'lning o'zagiga qo'shiladi, hech qanday o'zgarish yuzaga kelmaydi. Faqatgina fe'lda moq degan narsani olib tashlab keyin qo'shamiz. Xo'p, buni misolda ko'raylik. Tushigan jone ching'urul mamnasaya 2 soat oldin, mana bizda otga qo'shilgan holat kelyapti. 2 soatdan oldin, ya'ni 2 soat oldin do'stimni uchratdim. Xo'p, buni fe'lga qo'shiladigan holat qanday bo'ladi desak, iragi jone anjon kyujigil payo, ya'ni ishlashdan oldin xavfsizlik qoidalarini ko'rib chiqaman degan gapimiz bo'lyapti. Xo'p, bu grammatikamizdan qiladigan tahlilimiz shuki, oldin degan qo'shimcha yoki oldindan oldin degan qo'shimchani qo'shmoqchi bo'lsak, ot shakliga jone, fe'l holatiga gi jone degan shaklni qo'shamiz va biz xohlagan o'sha gapimizni tuzib ketaveramiz. Xo'p, keyingisini ko'rib chiqaylik. Keyingi grammatikamiz shuni antonim shakli, ya'ni qarama-qarshi bo'lgan joyi. Otlarga bu ham huye yoki in yoki ni huye deb turib qo'shiladi fe'llarga va tarjimasidan keyin boyagina antonim bo'lyapti. Xo'p, buni misollarda ko'rib chiqaylik. Hanshigan huye pabil mogoya, ya'ni 1 soatdan keyin ovqatni yeyman. Endi bu fe'llarga qo'shiladigan bo'lsa, suvob qindan huye chibe, mana bizda qo'shilyapti. Qo'shilishiga e'tibor qilinglar. Mana bunday shaklda qo'shiladi bizda agar unli bilan tugasa. Ya'ni mana bu holatni o'zi qo'shib qo'yamiz. Sizlar bilan bu grammatikani o'tganimizda, ya'ni mana bu ga doir bo'lgan grammatikalar qo'shganimizda in yoki nin shaklini ko'rgan edik. Endi bunda jicha istisno holati bor, indan kelmaydi. Shunchaki in yoki nini o'zi kelish holati bilan kifoyalanadi. Shuning uchun shu joylarni yaxshilab ko'rib olinglar. Mana qo'shganim nin qo'shmayapman. O'zi aslida biz mana bularda o'tganimizda nin qo'shilardi. Lekin bu grammatikamizda nini o'zi qo'shilib ketadi. Ya'ni so qindan huye chibe qayo degan narsa bo'lyapti. Agar bizda undosh bilan tugab qolganda edi fe'limiz, bizda qo'shardik in shaklida, ya'ni mana bunday shaklda bo'lar edi grammatikamizni ko'rinishi. Xo'p, bu grammatikamizdan ham xulosa qiladigan joyimiz dan keyin degan grammatik qo'shimchani qo'shmoqchi bo'lgan paytimiz otlarga demak huyeni o'zini qo'shar ekanmiz, fe'llarga in yoki ni huye degan narsani qo'shish bilan kifoyalanar ekanmiz. Faqatgina fe'ldagi qo'shilish holatini jicha e'tibor bilan qo'shishga harakat qilaylik. Keyingi grammatikaga ketdik. Keyingi grammatikamiz faqatgina fe'llarga qo'shiladi. Faqatgina fe'llarga qo'shilib go naso deb turib ifoda qilinadi. O'zbek tilida tarjimasi ib bo'lib degan narsani berar edi. Endi buni misollarda ko'rib chiqadigan bo'lsak, pabil moqqu naso sonul shisoya, ya'ni ovqatni yeb bo'lib qo'limni yuvaman degan gapimiz bo'lyapti. Mana bizda o'zagiga qo'shilyapti. Hech qanday unli undosh degan narsani o'zi yo'q bu joyda. Ya'ni fe'limizni o'zagiga qo'shilib ketaveradi. Yana bittasini ko'raylik. Chomshimil kinnago naso shiyoya, ya'ni tushlik vaqtidan keyin, ya'ni qilib bo'lib dam olaman. Tushlikni qilib bo'lib dam olaman degan gapimiz bo'lyapti. Mana ko'rib turibmizki, boyaginda xuddi mana bu so'zni ishlatuvdik. Men atayin yana shu so'zni yozdim. Mana bunday holatda qo'shuvdiga huyeda. Mana bunday holatda mana bu joyda nisi paydo bo'lib huye qo'shib ketgan edik. Endi bunda unaqangi narsalar yo'q. Shunchaki go nasoni qo'yamiz va gapimizni xohlaganimizda davom ettirib ketaveramiz. Bu grammatikamiz ham tushunarli bo'lsa, keyingisiga ketdik. Keyingi grammatikamiz fe'l va sifatlarga qo'shiladi. Ko'proq sabab yoki bo'lmasam tufayli degan tarjimalarda keladi-da. Endi buni biz norasmiy shaklini o'tgan darslarda ko'rib chiqdikki, yorug', qorong'u, unli bor deb sizlar bilan o'rganib chiqqan edik. Shu qoida endi mana bu grammatikamizda yana qaytadan ishlaydi. Demak, aso degan narsamizga yorug' unlilar qo'shilar ekan. Aso unli grammatikamizga qorong'u unlilar qo'shilar ekan. Tarjimasi ikki xil bo'ladi. Ligi sababli uchun degan narsani berishi mumkin yoki ib degan holatda ham kelishi mumkin bog'lovchi bo'lib. Xo'p, buni bitta misolda ko'rib chiqaylik. Nalshiga chuvaso, ya'ni ob-havo yaxshi bo'lganligi uchun yoki sababli sanchek haro qayo, ya'ni sayr qilgani ketyapman degan narsamiz bo'lyapti. Xo'p, buni yana bir joyini sizlarga tushuntirib ketmoqchi edimki, o'zgarish holati yuzaga keladi. Xuddi biz norasmiy shaklda o'tganimizda ba'zi bir harflarning qisqarishi va ikkita harfni qo'shilib difton hosil qilishi, ya'ni murakkab unlilar hosil qilishini o'rgangan edik.
Mana shu narsa bu yerda ham davom etadi. Misol uchun oda degan fe'limizni ko'raylik. Bunga aso shakli qo'shiladi. Nima uchun? Dani tushirib qoldirganimizdan keyin bu o yorug'unli. Yorug'unliga demak asoni qo'shar edik va mana bu vaso degan narsa bilan qilib ketamiz. Gapimizni o'rtasida kelganligi uchun bu qismni yaxshilab bilib olishimiz kerak. Biz mana bunday yozadigan bo'lsak, grammatik xatolikka yo'l qo'ygan bo'lamiz bolalar. O aso degan tarzda yozadigan bo'lsak, bu xato hisoblanadi. Endi kada fe'lini bilardik, biz bormog'ida buni ham xuddi shunday moqini olib tashlab tuslaydigan bo'lsak, a bor. A bizda yorug'unliklar sirasiga kirardi. Yana asoni qo'shamiz va mana bu shaklda yasab olamiz. Kaso. Bolalar, mana bunday holatda yozadigan bo'lsalaring, sizlarda bu grammatik xato hisoblanadi, juda ham qattiq grammatik nima deydi, xatolik bo'ladi. Shuning uchun esda qolsin. Demak, bu joyda nima bo'lyapti bizda? Kadada kaayo qilib yozmaganimizdek, kaaso qilib yozmaymiz bu narsani. Yoki bo'lmasam odada vayo degan shaklda norasmiyda o'rgangandek, xuddi shunday bunday vaso bo'ladi va o aso degan shaklda yozmaymiz. Bu xato bo'ladi, mana bu shakllarda yozib qo'ysak. Va biz yana bir bor qaytib olamiz orqaga. Mana bu grammatikamiz demak, fe'l va sifatlarga qo'shilar ekan. Qo'shilish shakli yorug' unli degan qoidamiz ishlar ekan. Yorug' unliga demak aso qo'shilar ekan. Qorong'u unlimizga demak aso shakli qo'shilar ekan. Tarjimasi ligi sababli uchun yoki ib degan narsalarni olib kelar ekan. Xo'p, yaxshi. Endi sizlar bilan uyga vazifa qismiga ketdik. Uyga vazifamiz endi xonalar qanday aytilishi haqida ko'rib chiqamiz. Birinchisi puok, ya'ni oshxona. Samushil, ofis. Tang, xona. Koshil, mehmonxona. Yokshil, yuvinish, ya'ni hammom, yuvinish xonasi. Hajangshil bizda hojatxona hisoblanadi. Hop, bu so'zlarni daftarlarimizga yozib olamiz va yanagi darsgacha yodlab, grammatikalarni mashq qilib, yana darsda ko'rishguncha xayr.